Bugun sizlar bilan oilaviy Chorvoqqa dam olishga boramiz. Biz Chorvoqqa obeddan keyin borishga qaror qildik, chunki meni maktabim bor edi. Maktabimdan kelib hech nima obed qilmaganim, o'shaning uchun adam yo'lda shunaqa ko'k somsa berdilar. Noiloj o'shani ham maza qilib yeb ketdim. Qornim ochidi. O'zimcha tako qo'shiqlarni eshitib ketayotganimda bir oynaga qarasam, uje Chorvoqqa ham yaqinlashib qolibmiz. Havosining tozaligini uje mana bu kameramdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Xullas biza Chorvoq yuvga keldik. Biza o'tda 2 tashkali shaleni o'zimizga band qildik. Xoslaga o'zimizning shalemizdan ham kichkinagina obzor qilib bermoqchiman. Xullas kirishinglar bilan birinchi bo'lib oshxona ko'zinglarga tushadi. Tushunishinglar uchun oshxonasida hamma shart-sharoit bor va uning ichida spalnisi ham bor. Mana eng maza qilgan joyim bu hamma xonasida panorama oynasi borligi. Va yana bilasizlarmi nima? Bularda konditsioner, Wi-Fi, muzlatgich va yana boshqa narsalardan umuman muammo yo'q. Qatta ko'rgansizlar tog'li hududda Wi-Fi borligini. Yana birinchi etajida zal va sanuzeliga ega. Sanuzilda одноразовый shampun, zubnoy pasta, zubnoy shotka va даже tapichkalarga ham bor. Xullas, endi ikkinchi etajga chiqadigan bo'lsak, yana bizga birinchi bo'lib yana spalni ko'zimizga tushadi. Spalnida ham xuddi shunaqa panorama oyna bor va o'sha spalnining ichida yana 2 tashkali krevat ham bor. Va yana to'g'ridagi xonada yana 2 tashkali krevatdan 2 ta bor. Bu degani 4 kishi bemalol yana boshqa xonada yotsa bo'ladi. Takshi ikkinchi etajda ham sanuzeli bor. Va eng zo'ri bilasizlarmi nima? Agar dushanbadan jumagacha keladigan bo'lsanglar, unda sizlarda zavtrak, ya'ni shvedskiy stolinglar bepulga tushar ekan. Agar sizlar shanba, yakshanba kuni keladigan bo'lsangiz, unda sizlarda 3 mahal issiq ovqat tayyor bo'ladi va eng qiziq bilan hech qaysiga pul olinmaydi. Qisqa qilib aytganda, ikkita katta oila maza qilib shu dachada dam olib ketish mumkin. Xullas, biz o'shinga mana shunaqa sho'rvalarni ichib, keyin oilaviy aylangani chiqib ketdik. Birinchi bo'lib korzinkaga kirdik. O'zimizga mayda-chuyda narsalar kerak edi, kino ko'rmoqchi edik kechqurun, o'shaning uchun mayda-chuyda narsalar olib oldik. Xullas, korzinkadan narsalarimizni olib, yana aylanish davom etdik. O'zbek emas, agar mana shu o'yinga aldamagan bo'lsa. Xullas, akamni yana shashligis keldi, o'shaning uchun yana restoranga kirib, yana shashlik zakaz qilib yedik. Bu degani yana ujin qildik desam ham noto'g'ri bo'lmaydi. Xullas, keyin qaytib kelganimizda o'sha mana shunaqa chiroyli manzara bizani kutib turgan ekan. Bu yerdan butun bilmadim, qanaqadir chiroyli manzara ekanda, xullas. Keyin bu olib kelgan mayda-chuydalarimizni tarelkalarga solib, televizorni yoqib, mana bunaqa zo'r uyda o'g'iz filmini ko'rdik oilaviy. Xullas, keyin ertalab biza shunaqa zavtrakka tushdik. Zavtrak bo'lsa shvedskiy stol ekan. O'zingiz xohlagan narsalarni olib bemalol yeyishinglar mumkin. Keyin eng zo'ri ularni dachasida o'zlarining zooparki bor ekan, u yerda uy hayvonlari bor ekan. Ukam o'shalarni ko'rib, maza qilib o'ynab olib, xullas keyin kech payt yana uyimizga qaytib ketdik. Hammaga xayr, shu bilan bizning vlogimiz tugadi.